同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师谢吉拉阿斯汗。今天我们要学习的是这个第1单元的任务大盘点。那同学们都做完了没有啊？那我们一起来看一下。首先呢，它有选词填空、连词成句替换练习、完成对话，还有听力，还有一个猜字谜。那么，然后最后还有一个部分是咱们的这个通信方式的发展变化，也就是我们的文化小贴士啊，文化小贴士。那我们来一个一个看一下。本来就是选词填空啊，选词填空。一共呢是10个词，咱们来先看一下哪些词。第一个脱贫，脱贫这个呢就是请假告诉政府身体收拾缺想忙够好，那我们来一个一个看一下啊。这个孩子的什么很健康的不Bu balınınki bir demesi naiti sağlam. Nemesi sağlam bosu buldu ama o sözün içinde 肯定是 salametlik. 那 salametlik 你们demez身体很健康。那这样子咱们的第一个这个空位子答案应该是身体啊。第二个他什么他妈妈了？O berdeme onun apsını. 那 apsını nime kıldı değil? Anın şidiksi 应该是seviniş. Oylaşa o apsını sevindi desek 他想他妈妈了，他想他妈妈了啊。第三个呢，因为生病，所以他什么了？那ağrıp kalgandan keyin nima ish qilamiz? Ruxsat so'raymiz. Ruxsat so'rash nima deymiz? 请假。所以这个第3个空位应该是因为生病，所以他请假了啊，所以他请假了。第4个什么什么我的不对，然后你去哪儿了？在哪个吧的？那忙你们是多什么我？告诉我是不是？哎，忙的白根在哪个吧的？那忙的白根也能代表什么意思？告诉啊，告诉。所以这个第4个填空应该是告诉啊，告诉我你去哪儿了。第5个呢？这场晚会。为了这场晚会bu keçilik murasim üçün大家都hammamiz ko'pchiliklarimiz nima bo'lib ketdi biznimi坏了bo'libdi。那 murasim o'tkazish uchun 应该是 qanday ho'si bo'ldi？ 忙 aldirasha 大家都忙坏了啊，忙坏了。第5个呢？这些饭菜大家吃 bu tamla köpçülükniki yiyişige nima bo'ldi？ yedidu。哎，所以这个地方应该是什么呢？这些饭菜够大家吃了，这些饭菜够大家吃了啊。第7个，现在老百姓盖房子可以享受。hozir mushu puhralar uy salganda Manından bəhrəman bolsa buludu. Nimədən? Butiyadan, toluqlamadan bəhrəman bolsa buludu. Nama bu ammağa nədən toluqlama berdi? Əlbəttə hökumətdən berdi də. O nimənin toluqlaması? 政府补贴啊，那就是现在老百姓盖房子可以享受政府补贴了。第8个呢，为了让村民国家出台了很多扶贫政策。Devletimiz nurg'un mushu namoratlarni yo'lash siyosatini chiqardi. Unda xusu namoratlarni yo'lab nima ish qilmoqchi? Namoratlarni yo'lab namoratlikdan qutuldirmoqchi. Unda xusa namoratlikdan qutuldirishni nima deymiz? 脱贫deymiz。所以这道题的答案应该是脱贫啊。
为了让村民脱贫，国家出台了很多扶贫政策。第9个呢，最近我比较什么钱이거는 약간 만든 pulmanda bulamadı. Pulin boğandı, kenig depti. Ni能借我点吗? Ama azırak qarz berip dursan bulamdı. Da qarz bergendikin demek bunun yanında pul kemçilken. Kem diye ne deyimiz? 缺deyimiz. 那这道题的答案应该是缺啊。最近我比较缺钱，你能借我点吗？第10个呢？因为明天要出差所以今天要бүгін жүк тақыларымны неміш қылымен, сеңлерімні неміш қылымен, әлбәтті жымықтырымен, жығыштырышын дейміз, 收拾，那就是所以今天要收拾好行李 deyimiz。 那好，那做完了，那我们一起来这个读一下啊，我就读一遍来。这个孩子的身体很健康，他想他妈妈了。第3个，因为生病，所以他请假了。告诉我，你去哪儿了？为了这场晚会，大家都忙坏了。这些饭菜够大家吃了。现在老百姓盖房子可以享受政府补贴了。为了让村民脱贫，国家出台了很多扶贫政策。最近我比较缺钱，你能借我点吗？因为明天要出差，所以今天要收拾好行李。好，这是我们的第几题呀？第1题。那下面我们来看一下第2题。第2题呢是连词成句，就是说一共有5道题. Cəmi 5 道sual var ekan. Meyədə burmuncu sözlər veribdi. 什么尽快帮忙我回去的. 一共是4个词, 4 söz veribdi. Bu 4 sözninki rədd tərtibi qalaymıqan. Nemiş qıldı ekanmiz? Bununki rədd tərtibini joyiga tushirib, bunu biz ravan bir cümle qilib这个 ulaymiz, bağlaştırırız. 那我们来看一下，尽快deganimiz tezden, 帮忙deganimiz yordam qilish, 我 degan men, 那回去deganimiz qaytib berish. 那igi bilan boshlaymiz bu cümleni. 那igi bilan başlasak 我 men nemish qilaman? Qaytib ketaman. 我回去. Qaytib ketib nemish qilaman? 帮忙 yardım berme, uydagilarga yordam berme. 我回去帮忙. 那么尽快deganimiz 就是 tezden, igining keyniga keladi. Shu vaqtda men tezdan qaytib berib yordam beray deymiz. Qanday deymiz? 我尽快回去帮忙. 我尽快回去帮忙啊。那第2个呢，咱们看一下，差不多deganimiz asas jihatdan. Asas jihatdan shunaqa. Asas jihatdan, 然后结束deganimiz аяqlashdi, tugudi. 然后了这个呢应该是intonasiyalik söz. 任务deganimiz vazifa. 这次deganimiz bu qitimliq. 那次是量词, miqdor söz shunaqa. Ismninki miqdori nega keldi deymiz? Ismning oldiga keladi. Shu vaqtida 这次任务deymiz. Bu qitimliq vazifa. 这次任务nim bo'ldi? Аяqlashdi, 结束了. Butunlaymi? Asas jihatdan аяqlashdi. Shu vaqtida 这次任务差不多结束了. 这次任务差不多结束了 deymiz. 第3一个，他说不能 bo'lmaydi, 请假 ruxsat so'rash. 每次 har qatim, 你 siz, 都 hamisha. 好. Shu vaqtida avval igi bilan boshlaymiz desak, ni bo'ladi, shundami? Har qitim siz har qitim ruxsat so'rab asingiz bo'lmaydi desak bo'ldi ekan bu. Shu vaqtda igi bilan boshlasak ni. 那这个都 naga kelishi kerak? 每次都啊。每次 har qitim shundaq degani 每次都 har kuni shundaq 每天都 deganga o'xshash. 你每次都 nim bo'ldi?
请假，请假。这个你们是qildingiz ruxsat so'radingiz,你每次都请假. Na hozir bu yerda bo'lmaydi, unda qilsangiz bo'lmaydi debdi-ku. Na siz bunda qilsangiz bo'lmaydi. Qanday? Na har qatam ruxsat so'rash. Shu vaqtida buning degan bu nega kelish kerak? Metsida uning oldiga kelish kerak. Shu bu jumla bunda olib chiqish kerak a. 你不能每次都请假。你不能每次都请假。deyishimiz kerak. 第四个带 ağaç kelish 可以 bo'ladi. 我们帮 yordam qilish 东西 narsa 回来 qaytib kelish. 妈 那就是说 manga 这个 yordam qilib deb ketmaymiz odatda. 我们就说 manga bir narsani ağaç kelsangiz bo'lamdi demoqchi ekan-ku. Shu vaqtida qanday deymiz? Bo'lamdi degan vaqtimizda odatda biz 可以吗 deymiz-ku. 可以 bilan boshlaymiz, ma bilan oyoqlashadi. 那可以什么呀？帮我，可以帮我带东西回来吗？可以帮我带东西回来吗？ desak bo'ladi. 可以帮我带东西回来吗？好，第五个呢，这 degan bu 大喜事儿 cho'ng xo'shallik. 一个 degan bir, 那一个肯定是一个大喜事儿 bir cho'ng xo'shallik bo'ladi. 一个大喜事儿. 那是 degan jumlaning xabari bo'ldi. Ikisi 这 ekan. 那 bu bir cho'ng xo'shallik desak, 这是一个大喜事儿. 这是一个大喜事儿 desak bo'ladi. 好，第三题替换练习deydi. 替换练习deganimiz 就是 o'rnini almashtirish demdi. 咱们看一下. Ko'pchilik bugungi topshiriqni nihoyatda tezdan bitirdi desak, 大家很快完成了今天的作业. 大家很快完成了今天的作业. 那么 大家ning ostiga siziq-siziqliq qo'y, yana birisiga 作业ning ostiga siziq-siziqliq. Shu vaqtida 大家ni birinchi kattachining ichidagi 大家degan igisi shuning bilan birinchi kattachining ichiga 同学们、老师们、小朋友们degan igisi mushuning bilan almashtirsiz degan gap. Lekin 作业 deganimiz to'ldiruvchisi bu jumlaningki, to'ldiruvchisi keynidagi ikkinchi kattachining ichida to'ldiruvchisi bilan almashtiradigan so'zlar bor. Qolgan ostiga sızılmagan yeri qanday bo'ldi? O'zgarmaydi, uning chiqilmaysiz. Shu vaqtda bu jumla uchun boshqa bir jumla bo'lib qoldi. Ko'pchilik bugungi topshiriqni ishlab bo'lay dedi. Shunaqa. Ikkilisini tang almashtirsiz, jumla birsini emas. Shu vaqtida 同学们 ga almashtirsa, 同学们很快完成了今天的任务. Savoqdasa bugungi vazifasini nihoyatda tez bitirdi. 同学们很快完成了今天的任务. Ikkinchisi bo'lsa, 老师们很快完成了今天的工作. Ma'lumlar bugungi xizmatini nihoyatda tez bitkazdi. 老师们很快的完成了今天的工作. 那最后一个呢，小朋友们很快完成了今天的事情. Kichik do'stlar bugungi shu ishlarini tezdan bitkazib oldi. 那小朋友们很快完成了今天的事情. 第二题，对什么什么来说什么什么很重要的多. 那 o'quvchilarga nisbatan o'rganish nihoyatda muhim. 对同学们来说学习很重要. 同学们 bilan 学习ni almashtir deganmiz. 好，对父母来说健康很重要. Ota-onamizga nisbatan salomatlik eng muhim. 对员工来说 ishchiga nisbatan 工资很重要. Maosh eng muhim. 对农民来说 dehqonlarga nisbatan 收成很重要. Na kirib eng muhim. 第三个，要不我来帮你吧. Ya bo'lmasa men sizga yordam qilay.帮你 almashtirsak, 要不我来写吧. Ya bo'lmasa men yozay. 要不我来做饭吧. Ya bo'lmasa tamoqni men etay. 要不我来完成这件事吧. Ya bo'lmasa bu ishni men qilay. 第四个，
我妈妈再善良不过了，再什么什么不过了，是吧？Mening opamdımı ak ko'ngil odam yo'qdu。我妈妈再美丽不过了，opamdımı chiroyligi yo'qdu。我妈妈再聪明不过了，opamdımı aqlliqlar yo'qdu。我妈妈再温柔不过了，opamdımı muloyim odam yo'qdu。好，第五个，我们差不多大，biz这个ishimiz o'xshab qoladi。那从这个，那ikkimizniki bo'yi o'xshab qoladi desak，我们差不多高，我们差不多高。biz urug' semizligimiz o'xshab qoladi。我们差不多胖，我们差不多胖。eg'irligimiz o'xshab qoladi。我们差不多重，我们差不多重。那第六个呢？是我要出门办事去了。那man sirtqa chiqib nima ish qilaman? Ish bajaraman. Na sirtqa chiqib deganda出门啊。man sirtqa chiqib tamoq yeb kerak。我要出门吃饭去了。我要出门吃饭去了。man sirtqa chiqib minib kerak。我要出门散步去了。我要出门散步去了。那 man sirtqa chiqib o'ynab kerak。我要出门玩去了啊！我要出门玩去了。第三步路多。好，第三题完了。那么第四题完成对话，你们呢这个bu bir dialog ekan, bu dialogni bitkizdik ekanmiz. Bu dialogning keyiniga ozroq eskartishlarni beribdi. 我们来看一下。他说：“告诉你个好消息，sizga bir xush xabar aytay。biz sizga bir xush xabar aytay desak nima deb so'raymiz? Nima xush xabar deymiz-ku. Nima xush xabar degani nima deymiz? 什么好消息？什么好消息？我姐姐要结婚了。meniki ocham to'y qilgan bo'ldi。我姐姐要结婚了。那真是太好了，我bek yaxshi bo'pti-ku。恭喜他 mubarak bo'lsin。时间deydi，那就是 vaqtini so'rang deydi。aslida下个月10号举行婚礼deydi，那就是 to'yning vaqtini so'rayotdi。什么时候举行婚礼呀？什么时候举行婚礼呀？yoki bo'lmasa婚礼定到什么时候了？婚礼定到什么时候了？desak bo'ladi。其实呢，qanday so'rasak bo'laverdi。老师在这个地方呢，只不过是举了一个例子。men bu yerda shu mening pa'damda bir to'ldirib qo'ydim. Saboqdagilar o'zimizning pa'dasida to'ldirsakmi bo'ladi. Masalan, hozirgi 定到什么时候了 desakmi bo'ladi yoki 什么时候举办呀 deb so'rasakmi bo'laveradi。不一定就必须是这一种，就我们是bir xil demaymiz，都可以，都可以。然后是下个月10号举行婚礼 kelar oyniki 10-slar debdi。然后帮忙debdi。那 ostiga nima deb javob beribdi qarab boqaylik。rahmat，谢谢，没什么需要帮忙的，yordam qilgudek ish yo'q deydi。那就是bu yerda biror yordam qilgudek ish bormi deb so'ragan bo'lishi mumkin。nima deymiz？有没有什么要帮忙的？有没有什么要帮忙的？yoki bo'lmasa 用不用desakmi bo'ladi。用不用我去帮忙？用不用我去帮忙desakmi bo'ladi，都可以啊。然后他就说谢谢 rahmat， 没什么需要帮忙的，yordam qilgudek ish yo'q， 家里人在准备呢，uydagilar tayyorlab qo'yapti。记得到时候来参加哦。vaqti kelgan chaqda kelib qatnashishni unutmang debdi， 来参加debdi。好，第五题，听力，听力。应该呢filmni mishada to'xtatib qo'yib turib ilaqi tingliniki nimasi bor-ku arvimasi. Aşı tinglini o'zinglar bir anglab, anandan keyin bir miyada nima qilayotgandan keyin anglayotgandan keyin ishlab bo'lgandan keyin rahu ni zay ting 老师讲啊ishlamini ishlamay turiblar men bilan agishib bilan ko'may unda qilsak unumi bo'lmaydi jumi savoqdashlar。好，那听力呢，我们来一起来看一下这个听力的内容啊。书的后面呢有文本，你们要先听一遍，记住吗？一定要听。一共是5道题啊，我们来看一下。第一个呢，明天考试用的东西都准备好了吗？imtihonga ishlatadigan narsalarni tayyorlab qo'ydingizmi？
差不多好了。哎，asas jihatdan putdi。那难的是什么意思？其实别的，它就是在考你，差不多能满是你么的都。那 A B C D 推这个가라 박사 A 准备好了， tayarlıq putdi。 B 没有准备， tayarlıq qilmadi。 C 差太多， bekçi kam。 D 一样多， o'xshash ko'p。 哎，应该是什么呀？应该是 A 啊， tayarlıq putdi asas jihatdan putdi的点。第二题，他今天这么说，明天那么说，一点准儿都没有。哎，我bugün bundak deb, ertesi undak deb, qat'iy gapini tutamıyorken。 可不是嘛？Şunu dememse。Ha şunu dememse degende biz uygangan vaqtimizda nemdaymiz? Qarshi tarafdan gapiga qo'shilganligini ko'rsatib berdi ғой。 那女的是什么态度 ？A 赞同qo'shiladi。 B 同情shag'irdi。 C 怀疑gumonlanish。 D 高兴，那肯定是赞同嘛啊 A。 第三个，您好，这是我们新进的货，您试试。yaxshimisiz bu bizniki yangidan kirgizilgan mollar, sinab boqamsiz。 然后他说这种样式是挺好看的。xili chiroyli ekan, unda bo'lsa sinab boqay。 那 unda bo'lsa bu fasoni chiroyli ekan degan bo'lsak, bular nadidir？ 这段对话最有可能发生在什么地方？ nadi yuz berganda deydi。 那你觉得应该是在哪里呀？ A 服装店， kiyim-kechak do'koni。 B 家居商城，那uy saymallar bazari。 农贸市场，哎，咖啡店，那肯定是 sinab boqay degandiki kiyim-kechak olmamdi， 应该选 A 呀。第四个呢，最近婚礼准备的怎么样了？哎，yaqinning yaqima我to'y marosimini qandaroq tayyorlik qildingiz desa, demmayli qo'ying， 真是把我忙坏了。哎，aldirashchilikda tuyshaydi dim deydi。 那女的是什么意思啊？那非常忙的没觉得，那应该是哪一个 ？A 不想回答， B 很忙，那的 aldirash C aldirash emas。 D 坏事了，不足给的，那应该是很忙啊，选 B。 那第五个呢？你知道这次都是谁在竞争组长吗？bu qitim kim ilaqa guruhi boshlig'i bo'lib saylanmoqchi bo'lganligini bilamsa, kim raqobatlashyapti bilamsa desa, 谁知道呢？kim bilsin， 我才不操那份心呢。mening nima korim， 哎，bu ishlar bilan mening nima chattig'im。 那男的是什么意思？那肯定就是 kim bo'lsa bo'lmamdi demekchi，应该是谁当组长都可以啊，应该是第一个。 谁当组长都可以。 kim bo'lsa bo'laveradi。 谁都deganimiz har qanday bo'lsa bo'ladi degan gap。 那 B 是谁都不想当， hech kimning bo'lg'isi yo'q， unda yaqinmidi。 当组长太操心， buni demidi。 谁当组长都不合适，不合适degan gapni qilmidi。 所以答案呢应该是第一个啊 A 答案。好，这是听力，你做对了吗？ to'g'ri ishlayapsizmi？ 第六个写作，写一个请假条，这个你们自己写啊。这个老师上课的时候讲的已经非常非常的清楚了。不能买inaqdab bo'lgan o'zinglaringlar endi eng oxirgi menda bir 猜字谜turdi ғой。 那猜字谜qarab boqsak 27人deydi。 27人bu qaysi xatdir？ 你看啊，2 2 就那个2，那这是1， yana bir 1 bo'lsa 2 bo'lamda。 Shundan keyin bunday qilib etsak, o'ttirdan bundan sizoqtasak, ya'ni buni bundan 10mi desak bo'ladi-ku. 2 meyda 10dan qanchasi bor? 就是说草字头的横竖竖qilsak chu, meyadagi mana shuni olmag'achaqda 横竖bo'lsa 1 tal 10 bo'ldi, tushunami? Na meyadagi mana shuni hisob qilib, mana hisob qilmasak yana 1 tal 10 bo'ldimi? Buni 20 desak. 人单人旁，单人旁，那么也得不到7，哎，2个10，一个7，一个人，花degan xatda，花degan xat，to'g'ri tepibsizmi？那ostidagi 双木非邻心相连degan qaysi xat？双木deydi，qo'sh木，lekin非邻deydi，lekin lin degan xat emas。那demak bu 2 mu boshqa mu degan gap。那就是ma mu to'dagi mudan birisi。 Ma yana bir muchu ko'zdagi mudan birisi.
Ana degan bu ikki mu'biriyaga kelib, ostida bir tog' yurak va deydi uni. Xinxianglian ostida bir tog' yurakni kelsa qaysi xatga? Xiang degan xatda, Xiang degan xat. 那猜对了吗？那这个字谜呢，就是想的birsiga mushu xatlar esida qolsin dedik. Yana birsiga bir趣味性namdoq qiziqib ishlasak bo'ldi degandek. 那今天这个东西应该差不多了。接下来我们呢来看一下我们的这个文化小贴士。那diqqatingiz ekranda bo'lsin。通信方式的发展变化。 aloqalashish vositasining taraqqiyoti va o'zgarishi. 通信业的历史很悠久。 xabarlashish kasbining tarixi uzun. 千百年来，人们一直在用语言、图符、烟火、纸书等传递信息。 necha ming yildan buyon kishilar izchil turda til, sinbilga, is va o't, xatchak orqali uchur yetkazgan. 古代人的烽火狼烟、飞鸽传书、一马邮递就是典型的例子。 qadimki zamon kishilarining gulxon yiqish va istutak chiqarish, kaptar orqali xabar yetkazish, pochta iti orqali yetkazishi dal buning tipik misoli. 在现代社会中，交通警察的指挥手语、航海中的旗语等，不过是古老通信方式进一步发展的结果。 hozirgi jamiyatda qatnash soqchisining qo'l ishorati bilan qo'mondonlik qilishi, dengiz safaridagi bayroq tili qatorliqlar faqat qadimki aloqalashish usulining yanama taraqqiy qilganligining ifodasidir. 随着科技的进步，出现了电报、电话、可视电话，顺风耳、千里眼变成了现实。 fan texnikaning taraqqiyotiga ergishib, telegramma, telefon, ekranliq telefon borliqqa keldi. Buning bilan rivoyatlardagi uzun quloq, ko'zi o'tkir reallikqa aylandi. 随着网络的发展，现代的通信方式更加便捷，出现了电子邮箱、QQ、微信等网络通信工具。 aloqa to'rining taraqqiyotiga ergishib, zamonaviy aloqa vositalari texmi qulaylashib, elektronlik pochta sanduqi, QQ, undidor qatorliq to'rda aloqalashish qurollari borliqqa keldi. 科技改变生活，相信不远的将来，通信方式还会有新的变化。 fan texnika turmushni o'zgartirdi. Shuningga ishonamizki, yaqin kelgusida aloqalashish vositalarida yanama yangi o'zgarishlar borliqqa kelgusi. 好，同学们，今天所有的内容我们都已经讲完了。希望同学们呢，这个第一课呢，是真正的都学会了啊。那作业就是把这第一课从头到尾全部都过一下啊。bo'lsa bir-birsinglar bilan o'zaro tingshi qilsanglar，那就更好了。那好，那同学们，下一期再见。